Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro va Sardor Eldor Shomurodov Kolumbiyaga qarshi uchrashuv oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Fabio Cannavaro: "Barchaga xayrli kech. Bu biz uchun ilk jahon chempionati hisoblanadi. Ertaga barcha muxlislarimiz bizni tomosha qiladi. Barcha futbolchilarimiz ertangi o'yinga tayyor." Abduqodir Husanov haqida: "Albatta, Husanov muhim himoyachilarimizdan biri. U hali yanada yuqori darajaga chiqish imkoniyati bor. U ayni paytda yuqori darajada o'yin ko'rsatib kelmoqda. O'ylaymanki, bu yerda eng yaxshi fazilatlarimizni, o'zbeklarning mentalitetini namoyish qilishga kelganmiz. Men jamoa bilan ishlaganimda o'z tajribamni ulashishga harakat qildim. Chunki men ham qachonlardir ilk bor jahon chempionatida debyut qilganman va o'z tajribalarimni yetkazib boryapman. Guruhimizdagi Kolumbiya va Portugaliya kabi kuchli jamoalar haqida. Kolumbiya va Portugaliya yuqori darajadagi o'yin namoyish etadi. Ularning tarkibida kuchli futbolchilar bor. Ularga qarshi o'yinda ehtiyotkorlik bilan o'ynaymiz. Biroq Kolumbiyada nafaqat James, balki ko'plab yaxshi darajadagi futbolchilar bor. Kolumbiyani tahlil qildik. Oxirga qadar o'ynaydi. Biz ham o'z imkoniyatimizni namoyish etib maydonga tushamiz." Eldor Shomurodov: "Hammani kayfiyati a'lo darajada. İlk bor jahon chempionatida qatnashyapmiz. Hayajon bor, lekin hech qanday bosim yo'q. Barcha futbolchilarimiz ushbu o'yinni intiqlik bilan kutyapti." Fabio Cannavaro: "Men ushbu stadionga avval ham kelganman. Bu yerda Maradona eng yorqin gollarni kiritgan. Biz ham ushbu tarixiy stadionda ilk o'yinimizni o'tkazayotganimizdan xursandmiz. Men futbolchi sifatida jahon chempionatida ishtirok etganman. Biroq murabbiy sifatida ishtirok etish baribir boshqacha. Futbolchi sifatida va murabbiy sifatida tayyorgarlik boshqa narsa. Chunki siz barcha futbolchilaringiz bilan gaplashishingiz kerak. Bizni juda ham qiziq va shiddatli o'yinlar kutib turibdi. Raqiblarimiz ham yuqori darajadagi jamoalar." Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenzo O'zbekistonga qarshi bahs oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Kolumbiya futbolining ushbu avlodi uzoq kutgan lahzada shuncha kunlik yig'in va birga o'tkazilgan vaqtdan so'ng jamoaga aytadigan so'nggi so'zingiz qanday bo'ldi? Barchaga xayrli kun. Xabarim odatdagidek o'yindan zavq olishsin, shukronalik keltirishsin va Kolumbiya libosi uchun maydonda jonlarini berishsin. Birinchi kundan nima degan bo'lsak, shu, Xudoga shukr, 8 yildan so'ng yana ushbu mundialdamiz. Bizda umid katta, o'zimizni yaxshi tomondan ko'rsatish istagi kuchli. Har kungi xabarimiz shundan iborat. O'zbekistonning so'nggi 5 ta o'yini haqida gapirsak, jamoa 2 marta g'alaba qozondi, 2 marta yutqazdi va 1 marta durang o'ynadi. 6 ta gol urib, 7 ta gol o'tkazib yubordi. O'tkazilgan tahlillarga tayanib, O'zbekistonga qarshi taktik va strategik rejangiz aniqmi yoki hali o'ylantirayotgan jihatlar bormi? Taktik va strategik rejamiz aniq. O'yinga qanday yondashishimizni bilamiz. Taktik jihatdan 2 ta holat bor. Biri himoyaviy, ikkinchisi hujumkor. Bu borada O'zbekistonning xususiyatlari juda yaqqol ko'zga tashlanadi. Shunday ekan, biz hujumda ham, himoyada ham yakka kurashlarda yutib chiqishga harakat qilamiz. Ertangi o'yinda Kolumbiya favorit, biroq ushbu jahon chempionatining ilk o'yinlarida favoritlar doim ham yutavermayapti. Bu sizni xavotirga solmaydimi? Yo'q, jahon chempionatlari bizga kichik jamoalar yo'qligini va hech kimni kamsitmaslik kerakligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston kuchli raqiblarga qarshi yaxshi natijalar qayd etgan jamoa. Ularda ajoyib murabbiy bor. 4-5 nafar yuqori darajadagi futbolchilari bor va eng muhimi, ular nima o'ynayotganini aniq biladigan tartibli jamoa. Ertangi o'yinda ularni ortda qoldirish biz uchun asosiy chaqiriq bo'ladi. Iltimos, yana O'zbekiston haqida to'xtalib o'tsangiz. Bu jamoaning o'yin uslubi qanday va ularning Kolumbiya uchun eng xavfli jihatlari nimalardan iborat? Bu jamoa quyi blokda 3 ta yoki 5 ta himoyachi bilan himoyalanadi. Ular 2 ta markaziy yarim himoyachi, 2 ta winger va raqib darvozasiga orqa o'girib to'pni yaxshi qabul qilib oladigan bitta sof 9lik bilan harakat qiladi.
Ular qarshi hujumga juda yaxshi o'tadilar va standart vaziyatlardan unumli foydalanishadi. Shu sababli bu juda tartibli va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jamoa. Ularning o'z o'yin uslubi aniq. Bunga qarshi turishning yo'li to'p nazoratini qo'lga olish, bo'shliqlarni topish, chiziqlar orasini yorib o'tish. Ertangi o'yinda bizdan katta sabr va hujumlarni yakunlashda juda katta tajovuzkorlik talab etiladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hamda Kolumbiya o'rtasidagi o'yin 18-iyun kuni ertalab 7:00 da start oladi. Terma jamoamizga ushbu o'yinda omad va g'alaba tilab qolamiz.